Ayni damda Al-Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida Mirzo Ulug'bek vorislari Respublika tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tmoqda. 2 kunga mo'ljallangan ushbu tanlovning birinchi kunida salkam 20 nafarga yaqin ishtirokchilar o'zlarining noodatiy g'oyalari bilan ishtirok etishyapti. Ushbu nufuzli tanlov yoshlarda ilm-fanga bo'lgan qiziqishni oshirish, ularning intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish va iqtidorli yoshlarni aniqlashga qaratilgan. Viloyat hokimligi va viloyat oliy ta'lim fan va innovatsiyalar boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan ushbu tanlovda 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan iqtidor egalari ishtirok etishyapti. Tadbirda bugungi kunda ilm-fan sohasida erishilayotgan yutuqlar, ayniqsa yoshlarning bu jarayondagi faol ishtiroki borasida ham so'z yuritildi. Ishtirokchilarga omad va yutuqlar tilangan holda tanlovning asosiy taqdimotlari qismiga navbat berildi. Mening ushbu loyiham energetika sohasiga oid bo'lib, ushbu loyiha orqali energetika sohasidagi batareyalar, ya'ni yo'qotishlarni kamaytirishga bag'ishlangan. Loyiha prototipi mart oylari boshlarida tayyor bo'lib, Mirzo Ulug'bek vorislari Respublika ko'rik tanlovining birinchi bosqichiga tayyor holatda olib kelingan va bugun ushbu tanlovning ikkinchi bosqichi Farg'ona viloyatida bo'lib o'tyapti. Ushbu bosqichga keldik. Salom. Men Ekorobot Bibir. Men atrof-muhitni toza saqlash uchun ishlayman. Ishga tushdim va xizmatingizga tayyorman. Muzokaralar bilan qizg'in o'tgan ushbu bosqichda yosh ijodkorlar tomonidan turizm, elektr energiyasi va yashil iqtisodiyot bilan bog'liq global muammolar e'tibor markaziga olindi. Jami 6 daqiqa davom etadigan taqdimot 2 qismdan iborat edi. Avvaliga ishtirokchilar o'z mualliflik loyihalarining maqsad va mazmuni borasida nutq so'zlasa, navbatda hakamlar hay'ati tomonidan taqdimotga bog'liq savollar beriladi. Shu tariqa tanlov qatnashchilarining chiqishlari 5 bosqichdan iborat mezon bilan baholab boriladi. Har bir tuman shahardan 95 nafar tanlov ishtirokchilari ikkinchi bosqichda ishtirok etmoqdalar. Konfutsiy gap bilan aytganda aqlli odam bilib o'rganadi, iste'dodli yoshlar esa o'rgangan narsasini amalda qo'llaydi. Bu yerda zalda o'tirgan yoshlarimiz, men ishonamanki, hammasi bu iste'dodli yoshlar hisoblanadi. Muzokarali holatda bo'lib o'tyapti. O'sha shaffof, adolatli tarzda, savol-javob tarzda o'sha oliy ta'lim muassasalaridan tashrif buyurgan professor ustozlar tomonidan ya'ni baholanyapti. Mirzo Ulug'bek vorislari Respublika tanlovining viloyat bosqichida ishtirok etgan yoshlar nafaqat bilimdonligi, balki yurtga sadoqati, ma'naviyatga e'tibori va kelajak sari qat'iyatli intilishi bilan ajralib turdilar. Ular buyuk ajdodlar orzusini zamonaviy yondashuvda davom ettirayotgan, ertangi kun poydevorini mustahkamlab borayotgan yangi avlod vakillaridir. Tanlovning keyingi kunida esa tanlab olingan ishtirokchilarni Respublika bosqichi uchun yo'llanma va diplomlar bilan taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi.